Yaqinma nima ekan u? Bilasizlar-ku, men hech narsani yashirmayman efirda. Hech kimdan hech narsani yashirmayman-ku men. Aytib o'tiraveraman. Yaqin ko'raman-da sizlarni. Gaz yo'q uyda, gaz. O'chirib tur. Gaz puli o'chibdi, $150 bo'pti. $1,5 milliondan oshibdi. Uni to'lash kerak. Bir hafta bo'lib qoldi mana. Gaz yo'q, issiq suv yo'q, отопление o'chgan. Shunaqa. Kvartiramning pulini berishim kerak mana bugun. Sal ertaroq nima qilganman men bilmayman. Harakat qilmaganman. Nima lo'q bo'lib o'tiraverganman bilmayman. Birovga borib berib keta olaman bolamni. Nima qiladi, o'ldiradimi deb qo'rqib o'tiribman. Berib men ham yallo qilib kayf qilib yashagim keladi, ko'chaga chiqib, qizlar bilan o'tirgim keladi. O'ynagim keladi meni ham bir restoranlarga borib. Yolg'iz yurgim keladi, ko'chaga chiqib, zalga chiqqim kelyapti. Itga ham keraging yo'q hozir. Muammoing-ku вообще. Bir siksa maza qilsa, tekinga iloji bo'lsa, kayf qilib chiqib keyin yomonlasa, isqirtlar, ashuna bo'lib ketgan manfaat purushmi nima deydi? Odam ko'rgim kelmayapti, shuni ko'rgim kelmayapti, hech narsa yoqmayapti. Odamlarni ko'rgim kelmaydi. Prям hech narsa yoqmayapti. Bola-ku вообще o'ldirib qo'ygim kelyapti, вообще charchadim. Er nima qilib beradi? Tashag'ini tiqib olishdan boshqa nima qiladi? Qo'ysangchi. Yotadimi senga o'xshab? Unaqa er ustidan borib so'yib o'rganing yaxshi yo chichganing yaxshi? Ketgim kelyapti borku. Pulim bo'lsa ketsam, bir uy olsam-da, mazza qilib yashasam. Uyimda. Bolani ham birovga berib boqtirsam-da. Shartta o'zimni osib o'raman, ketdim deydi. Osilib o'l iloyim Sardor Abdullayev. Haromini bolasi, gandonvachcha, itdan tarqagan. O'l borib o'zingni os. Shashog'imni yeyapsan bitta. Haromdan bo'lgan. Nima yordam? Padarga tajang nima yordam bo'lardi? Gazni yoqish kerak. Kvartirani berish kerak. $550. Men yangi chiqmayapti, normalni bilmayman. Sklerozlar chiqadi. Ana yana ketasanmi o'g'lim? Dim charchadim men. Bolam. Dim charchadim.